endi bunday qilamiz. Elimiz suygan ajoyib san'atkor. Begonalar deb qabul qilmaysiz, o'zingizni singlingizni deb qabul qilasiz. Shuning uchun agar bemalol bo'lsa, balandroq qarsakni chalamish uchun Toshkentgacha eshitilishi kerak qarsak emas. Elimiz suygan san'atkor eng xol mukofotini sovrindori desam ham bo'ladi. Chunki internetni portlatgan singlimiz, onajonim deya qalblarga kirib borgan singlimiz Hilola Bonuni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum azizlarimiz, onajonlarimiz, kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'lsinlar. Bugun Anvarjon akani tavallud topgan kunlari. Bugun bu xonadonda qo'shaloq bayram. Anvarjon aka sahnaga taklif qilamiz va Gulchehra opa birgalikda kelinglar. Onajonimiz, otajonimiz sahnaga sizlarni taklif qilamiz. Kelinglar. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklash uchun keldik. Kelinglar. Ilohim mana shu Tojikistonimizda oldida ota-onalar bo'lib yuring hamisha. Baxtlaringiz hech qachon ko'z tegmasin. Otajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Otajon, qizim yo'q deb o'ksinmang. Qizingiz nomlaridan tabriklash uchun keldik. Keling ota. Endi bu chiroyli surprizlarni kimdan deb o'ylaysiz? Qizingiz borlar. Boshqa Tojikiston ahli qizi hammasi sizning qizlaringiz. Mikrofonda Jiyanlar emas, qizlar hisoblanadi. Barcha qizlarni bo'ylaydi. Rahmat bariladi. Muyassarxon qizingiz nomlaridan tabriklash uchun keldik. Keling Muyassarxon. Otam o'rnida ko'raman dedilar. Otalari o'tib ketganlar joylari jannatdan bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Mana shu Qabatullohni o'z qo'llaringiz bilan qabul qilasiz. Muyassarxon otajonimga topshirasiz. Ilohim hajlarga borish nasib etsin. Qabul qiling, tabriklaymiz. Gulchehra opa, chiroyli guldastalarni Muyassarxon hamma jiyanlaringiz nomlaridan tabriklaymiz. Ilohim baxtimizga sog' bo'linglar. Hech qachon ko'z tegmasin baxtlaringizga. Qizlaringiz ko'payapti, mana Xudo xolasa hammalari. Yana bir chiroyli hozir kelamiz. Yana bir chiroyli guldastamizni mana shu dunyoga Muyassarxonni 5 qizni dunyoga keltirgan onajonimizga chiroyli guldastalarni qabul qilasiz. Boringizga shukr. 5 ta qizni dunyoga keltirgan mana shu 6 ta ona, boringizga shukr. 7 ta desak ham bo'ladi. Mana qizingiz ona. Mana shu chiroyli guldastalar qizlaringiz nomlaridan. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar, uzoq umr ko'rsinlar. Otajonimiz uchun mana shu qizlari nomlaridan bitta qo'shiq kuylab beramiz. Bundan keyin hamma raqsga marhamat. Kelinglar, tabriklashlaring mumkin. Dadajonim, sizni qattiq yaxshi ko'raman. Umr qilib haqqingizga duo qilaman. O'zingizga aytolmayman, xayol qilaman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Dadajonim, sizni qattiq yaxshi ko'raman. Boringizga ertayu kech shukr qilaman. O'zingizga aytolmayman, xayol qilaman. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Dadajonim, jonim, dadam, boshimdagi tojim dadam. Bormadi do'st baholim, sizdan o'zga jonim dadam. Dadajonim, jonim, dadam, boshimdagi tojim dadam. Bormadi do'st baholim, sizdan o'zga jonim dadam.
Cakka bo'lish yomon ekan. Bu hayotning sinovlari og'ir ekan. Omad kelsa hatto jondan suyganlar ham dushman bo'lib hasad toshin otar ekan. Dadajon katta bo'lish yomon ekan. Bu hayotning sinovlari og'ir ekan. Omad kelsa hatto jondan suyganlar ham dushman bo'lib hasad toshin otar ekan. Dadajonim jonim dadam, siz borsiz-ki qaddim baland. Kimga kerak meni dardim, sizdan o'zga jonim dadam. Dadajonim jonim dadam, siz borsiz-ki qaddim baland. Kimga kerak meni dardim, sizdan o'zga jonim dadam. Rahmat, vaqtingizga sog' bo'linglar. Kuyovilar, malades. Ota-onangizga rahmat, shunchalik tarbiya berganlari uchun taxtdan tushib keldingiz. Boringizga shukr. Ilohim mana shunday mehr oqibatli bo'ling. Ilohim dadangizga o'xshagan siz ham ota bo'ling, Tojikistonimizda eng oldi oilalardan biri bo'ling. Qo'ni qo'shnilar hammani birgalikda otajonimizni tabriklab, hammamiz raqs qilamiz. Marhamat.